Maliyat YPX inspektori. Tushunmadim. Ne olishyapti mashinam oldida? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzmisiz? Laba aka. Bu mashinam oldida turib. Mashina sizdanmi aka? Mendan aka. Akajon, ismim Bobojon, familiyam Qo'ziyev. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi 4-sabablik inspektoriman. Hujjatlarimiz bormi akajon? Me'moriy hujjatlar so'rayapsizmi? Ha. Ha, bor aka. Taqdim etasiz. Bo'ldi. Mashinamga chiqsam bo'ladimi axir? Mayli aka. Boshqadan tanishtiring aka o'zingizni. Akajon, marhamat xizmat guvohnomam. Familiyam Qo'ziyev, ismim Bobojon. Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi 4-safarbarlik guruhi inspektori hisoblanaman aka. Yaxshi aka. Aka bu joyda turishingiz dislokatsiyangiz bormi? Aka, bizani dislokatsiyalarni navbatchilik qismidan, yo'l harakati xavfsizligi navbatchilik qismining nomerini beraman. Telefon qilib bog'lanib aka dislokatsiyamizni bilib olishingiz mumkin. Axborot dispetcherlik qo'ng'irog'idanmi? Da, navbatchilik qismidan bog'lana olasiz aka. Me'moriy hujjatlaringiz bor aka, avtotransport stayizda. Bor aka. Hamma yo'q bor. Aka, eslatib o'taman, o'rtamizdagi muloqotimiz aka bodi kameramda audio va videoda yozib olinmoqda. Hujjatlaringizni taqdim etasiz aka. Bo'ldi, nima hujjat beray? 230 sonli qonun bo'yicha ID kartadan bersam bo'ladimi? Bo'ladi aka. Mana. Avtotransport vositangizda ID karta bilan. ID karta. Zuboyev Doniyorbek Mansurjon o'g'li, ha. Transport vositangiz qarzdorligi yo'qmi aka? Yo'q, qarzdorligi yo'q umuman. ID karta. Qarzdorligi yo'q. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar. Mehmonmisiz aka? Mehmonman. Boqqa kelib, sekin bog'laringni ko'rib, chiroyli archalarni rasmga olib, videoga olib chiqib turdim. Turganlarga nima turishibdi ekan deb keldim. Endi men 327 zinagida ko'rmabman-da. Aka, sizmi? Yo'l harakati qoidalarining 91-bandini buzganimni bildim. Sizdingizmi aka? Ha, ma'muriy bayon. Uzr, gapingizni bo'lib, amaldagi yo'l harakati qoidalarining 91-bandi va 327 ta'sir doirasida transport vositangizni qoldirib ketganligi sababli aka, men bugun bayram oldi. Archani oldini harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat olib borib turibmiz shu yerda. Transport vositangizni o'z tezdan tekshirib o'tirgandim aka. Qarang aka. Mehmon ekansiz. Sizni bir marta maqsadimiz jarimaga tortishmas aka. Bir marta sizni qoidabuzarligingiz bo'yicha og'zaki ravishda ogohlantiraman aka. Bayram kayfiyatini tushirmaymiz Doniyorbek aka. Faqatgina sizdan bitta iltimos, hozir avtotransport vositangizda olib mana bu tomonda parkovkamiz bor aka. Parkovka tashkil qilingan. Faqat shu joyda o'tkazib qo'yasiz. Xo'p aka? Bo'ldi aka. Transport vositangizni tekshirdim aka, qarzdorligi yo'q ekan. Hamma me'yoriy hujjatlaringiz joyida aka. Gap yo'q aka. Alloh rozi bo'lsin aka sizlardan. Sizlarga o'xshagan mana shuni YPX inspektorlari ko'payishini so'rab qolamiz aka. Rahmat aka. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Siz bilan bo'lgan suhbatimiz video tasvirga olindi. Buni men ijtimoiy tarmoqqa havola qilaman. Ya'niki sizni misol negativ yoki bir nima degan maqsadda emas, sizni hozirgi qilgan xatti-harakatingiz meni nima deydi? Menga uchramagan bunaqa YPX inspektori. Lekin men Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi YPX inspektorlariga tan berdim aka. Ishlaringga omad aka, ishlaring rivojini bersin aka, gapi yo'q. Charchamang aka. Alloh rozi bo'lsin. Bayramni yaxshi o'tkazing. Xo'p bo'ladi aka. Parkovka qilib kelaman. Xo'p bo'ladi aka. Salomat bo'ling. Qoyil qoldim mana. Bu inspektorlar, YPX inspektorlari faqat jarimaga tortish emas, qoidabuzarlikni oldini olish maqsadida mana chiroyli xatti-harakatlar qildi. Gap yo'q ama.